allergik kasalliklarni davolashda eliminatsiya tadbirlari degan gap bor. Ya'ni o'sha trigger omillardan o'zi allergen emas, lekin mavjud allergiyani qo'zg'atib yuboradigan yoki o'sha qo'zg'ab turgan allergiyani kuchaytirib yuboradigan omillar bor. Mana shu omillarni hammasini trigger omillar deymiz. Sovuq havo misol uchun. O'sha darajasi biroq pastroq bo'lgan yegulik narsalar yoki ichimliklar. Bular hammasi trigger faktorlarga kiradi, ya'ni trigger omillarga kiradi. Bu bemorda meni o'ylashimcha nafas yo'llarida allergik holat ilgaridan mavjud. Mana allergik holat mavjud bo'lgandan keyin shilliq qavat qizarib shishib turadi. Mana shu shilliq qavatga ta'sir qilgan sovuq havo yoki sovuq ichimlik yoki sovuq ovqat allergiyani kuchayishiga olib keladi. Mana shundan keyin bu bemorimiz menimcha o'sha yuqorida aytib o'tilgan belgilarni sezsalar kerak. Endi bu bemorimizga maslahat shunaqa bo'ladiki, klinikamizga murojaat qilib, uni bilishimiz kerak. Agar allergik holat bo'lsa, albatta uni tegishlicha muolajasini qilish kerak. Agar muolajani to'g'rida vaqtida qilsalar, keyinchalik bu bemorga o'sha tashqi omillar, sovuq havo, sovuq suv, sovuq birorta mahsulot ta'sir qilmaydigan bo'ladi deb o'ylaymiz.